Assalomu alaykum. Kanalimiz a'zolari, hurmatli talabalar. Bugungi ona tili o'qish savodxonligi va uni o'qitish metodikasi fanidan ikkinchi ma'ruza mashg'ulotimiz gap bo'laklari, bosh bo'laklar, ega va uning ifodalanishi mavzusi yuzasidan sizlar bilan tanishib chiqamiz. Bugungi mavzumizda asosiy rejalarimiz gap bo'laklari haqida umumiy ma'lumot, gapning bosh bo'laklari, ega va uning ifodalanishi, kesim va uning ifodalanishi, ega bilan kesimning orasida terining ishlatilishi mavzusi yuzasidan sizlar bilan mana shu rejalar asosida mavzumizda tanishib chiqamiz. Xo'p, birinchi rejamizga to'xtaladigan bo'lsak, gap bo'laklari haqida umumiy ma'lumot. Gap bo'laklari deb nimaga aytiladi? Gapda ma'lum bir so'roqqa javob bo'lib va o'zaro tobe bog'langan so'z yoki so'z birikmasi gap bo'lagi deb ataladi. Gap bo'laklarini belgilashda asosiy xususiyatlar ular orasidagi sintaktik aloqalar hisoblanadi. Ya'ni qanday sintaktik aloqa? Ya'ni o'sha ega va unga tobelanadigan bo'laklar yoki kesim va unga tobelanadigan bo'laklar sifatida asosan o'zaro bir-biri bilan sintaktik aloqasi nazarda tutilyapti. Xo'p, so'zlarga so'roq berish va ularning qaysi turkumga mansubligi, gap ichida joylashish tartibi, qanday qo'shimchalar olishi tom ma'noda gap bo'laklarining turlarini belgilashga asos bo'la olmaydi. Gap bo'laklarining turi odatda bir-biriga nisbatan aniqlanadi. Ya'ni ega kesimga nisbatan, aniqlovchi aniqlanmishga nisbatan yoki bo'lmasa hol hollanmishga nisbatan, to'ldiruvchi to'ldirilmishga nisbatan aniqlab olinadigan asosiy vazifalar hisoblanadi. Ya'ni bu nima degani? Bu e'tibor beradigan bo'lsak, oddiygina bitta qisqa tushuntiradigan bo'lsak, bizda gap bo'laklari shakllanishida asosan sifat va hol qanday so'roqlarga javob bo'lishi bilan o'xshab ketadi. Yaxshi gapirmoq deydigan bo'lsak, ya'ni qay holda gapirmoq? Yaxshi gapirmoq degan, ya'ni fe'l bilan bog'langanligi uchun hol vazifasini bajarib berayotgan bo'lsa, yaxshi kitob deydigan bo'lsak, yaxshi so'zini o'zi sifat, ya'ni bu otga bog'langanligi uchun aniqlovchi vazifasini bajarib beradi. Mana shu xususiyatdan kelib chiqqan holatda hozirgi qoidamizni asosi sifatida ko'rsatib bera olamiz. Ya'ni nimaga? Bu gap bo'laklarining turini odatda bir-biriga bog'lanishiga qarab ajratib olsak kifoya qiladi. Uni so'rog'i doimiy bir xil so'roqqa javob bo'ladi deydigan bo'lsak, bu xatoga. Yoki so'z turkumi sifat doim nima bo'lib keladi? Ya'ni aniqlovchi bo'lib keladimi degan narsa. Xo'p, sifat doimiy aniqlovchi bo'lib kelmasligiga yuqoridagi misolimiz isbot sifatida ko'rsatib bera olamiz. Xo'p, gap bo'laklarining gap tarkibida mavqei bir xil emas. Nima uchun? Doimo bir xil darajada, bir xil o'rinda joylashib kela olmaydi. Ular o'zgaruvchan hisoblanadi. Ba'zi gap bo'laklari qurilishida markaziy o'rinni egallaydi. Bunday bo'laklarsiz fikr anglashilmaydi. Ayrim bo'laklar esa gap qurilishida asosiy rol o'ynab, ularning ishtirokisiz ham bosh bo'laklar orqali fikr anglashilaveradi. Ya'ni bevosita ikkinchi darajali bo'laklar ishlatmasdan ham biz bosh bo'laklarning o'zida biz bevosita gap ifodalab bera olamiz. Bir bosh bo'lakli gaplar yoki bir necha bosh bo'lakli gaplar sifatida bir bosh bo'lakli gaplarga kesimni o'zini ham bevosita keldim, bordim, ishladim, qildim, bajardim shaklidagi ifodalab bera oladigan gap sifatida butun boshli hukmni ifodalab berishiga ishlatilish holati hisoblansa, hop, egani o'zi ham gap bo'lib kela oladimi degan savol tug'iladi. Faqatgina bitta holat mavjud, bu atov gaplar hisoblanadi. Atov gaplarda asosan bahor yoki aniqlovchilik kengayma bilan kengaygan holatda erta bahor shaklida, qish, kumush qish shaklida bo'lishi mumkin. Bunday holatlar bular faqat eganing o'zi keladigan bir bosh bo'lakli gaplar misol bo'la oladi. Ikkinchi darajali bo'laklarsiz ham bosh bo'laklarning o'zi gap bo'lib kelish xususiyatiga ega hisoblanadi ekan. Shunga ko'ra gap bo'laklari ikki turga ajratib olamiz. Gap bo'laklarini ajratishda asosan bosh bo'laklar, ikkinchi darajali bo'laklarga. Bosh bo'laklarning o'zi bizda asosan ega va kesimni o'z ichiga oladi. Hop, ikkinchi darajali bo'laklar esa aniqlovchi, to'ldiruvchi hol hisoblanadi. Demak, bugungi asosiy mavzumiz esa bosh bo'laklarga qaratilgan bosh bo'laklarimiz ega va kesim hisoblanadi. Bosh bo'laklar gapning grammatik asosini tashkil qilib berish, ya'ni asosiy ma'noni tashish xususiyatiga ega va ikkinchi darajali bo'laklarni o'ziga ergashtirib keladi. Fikr asosan gapning grammatik asosi orqali ifodalanadi. Grammatik asosi deganda asos bevosita kesim hisoblanadi. Kesimga tobelanish xususiyatiga ega keyingi darajada
ikkinchi darajali bo'laklar va ega ham asosan kesim bilan moslashish xususiyatiga ega. Xo'p, ikkinchi darajali bo'laklar gapning grammatik asosini tashkil qilmasdan uni hajm jihatdan kengaytiradi yoki so'z birikmasini shakllantirish uchun xizmat qiladigan va uning ma'nosini izohlash maqsadida yoki kengaytirish yo aniqlash yo to'ldirib berish yo holatini ifodalash uchun ishlatiladigan shakllar hisoblanadi. Bular ikkinchi darajali bo'laklar hisoblanadi. Xo'p, ikkinchi darajali bo'laklar bosh bo'laklar yoki o'zaro tobiy aloqada bo'lib, ularni izohlash, aniqlash, to'ldirish uchun xizmat qilib keladi. Bosh bo'laklar ega va kesimdan iborat ikkinchi darajali bo'laklar aniqlovchi, to'ldiruvchi va hol hisoblanadi ekan. Ega va uning ifodalanishi, endi ega har bitta gap bo'lagi alohida to'xtalib o'tadigan bo'lsak, kesim orqali izohlanadigan fikr, predmetni anglatadigan gapning bosh bo'laklariga tobe bo'lmagan bosh bo'lakka ega deyiladi. Ega keng ma'noda predmet tushunchasini to'ldirib, asosan o'sha tushunchani ifodalash uchun yoki bo'lmasa ifodalab berish vazifasini bajaradi. Kesimda anglashilgan predikativ belgining kimga yoki nimaga qarashliligini ko'rsatadigan asosiy vositamiz bu ega hisoblanadi ekan. Demak, bevosita o'sha kesimda ifodalanayotgan ish harakati bajarilish jarayonining uni kim tomonidan bajarib berilishi, aynan o'sha shaxsini ko'rsatib berish uchun ishlatiladigan vositamiz bu ega hisoblanadi ekan. Ega bosh kelishlikdagi birliklar bilan ifodalanib, kim, nima, qayer degan so'roqlarga biriga javob bo'lib keladi odatda gapda. Ega odatda yakka so'z, ot, olmosh, harakatnoma, otlashgan so'zlar, sifat, son, olmosh, sifatdosh, ravishdosh, ravish, taqis so'z, undov so'z, modal so'zlar otlashgan vaqtdagina ega vazifasini bajarib bera oladi. Ya'ni ega qaysi so'z turkumlari bilan ifodalanishiga mana shu yerda javob topishimiz mumkin bo'ladi. Eganing ot bilan ifodalanishiga misol keltiradigan bo'lsak, bosh kelishlikda atoqli yoki turdosh otlar ko'pincha ega vazifasini bajaradi. Sirdaryo hammasini yig'ib olib, rosa kuchga to'ladi-da deydigan bo'lsak, bu yerda Sirdaryo, bu yerda atoqli ot sifatida ko'rsatib beryapti. Chor atrof yaproqlarning mungli shivir-shiviriga to'ldi. Mungli shivir-shiviriga to'ldi. Xo'p, chor atrof qayer? Chor atrof harakatni bajaruvchi asosiy vositasi bu ko'rsatib beruvchi predmeti bu asosan o'sha chor atrof so'zi hisoblanadi va ega vazifasini bajarib beryapti. Xo'p, eganing olmosh bilan ifodalanishi ega bosh kelishlik shaklidagi ot o'rnida qo'llanuvchi olmoshlar bilan ifodalanadi. Ular kulimsirab askiyaga quloq solishdi. Kimdir unga darrov bir kosa ovqat keltirib berdi kabi misollarimiz orqali ko'rishimiz ham mumkin. Bu yerda olmosh bilan ifodalanishiga kimdir unga darrov bir kosa ovqat keltirib berdi. Kimdir bu yerda ifodalanish holatiga ko'ra yoki ular shaklidagi olmosh bilan ham ifodalanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Harakat nomi bilan ifodalanishiga qaraydigan bo'lsak, bu yerda boshliq bo'lish oson, boshlamoq qiyin. Boshliq bo'lish nima oson? Boshliq bo'lish oson. Hop, boshlamoq qiyin. Nima qiyin? Boshlamoq qiyin. Bu yerda ega vazifasini bajarayotganini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Eganing otlashgan olmosh bilan ifodalanishi ega vazifasidagi sifat son o'rnida qo'llanuvchi otlashgan olmosh bilan ham ifodalanish xususiyatiga ega. Yuqoridagi misolimiz orqali ko'rishimiz mumkin. Bu ehtimol ona suti bilan kirgan g'ayri shuuriy bir tuyg'udir deydigan bo'lsak, bu yerda bevosita o'sha ekani ko'rishimiz mumkin. Yoki odamlar uchun xuddi mana shunisi kerak edi. Kim? Odamlar uchun, kim uchun yoki xuddi mana shunisi nima kerak edi, shunisi kerak edi shaklda ko'rishimiz mumkin. Shunisi kerak edi bu holatda yoki mana xuddi shakldagi so'zlarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, bularning ichida egani topishimiz kerak. Ya'ni ega vazifasi sifat son o'rnida qo'llanuvchi otlashgan olmosh bilan ham ifodalanadi deb aytilyapti bu yerda. Bu yerda otlashgan olmoshni topadigan bo'lsak, odamlar uchun xuddi mana shunisi kerak edi. Shu narsasi, ya'ni narsa shaklida bu yerda otlashgan shunisi, bu otlashgan ega vazifasini bajaradi. Ega ba'zan frazeologik ibora bilan ham ifodalanish xususiyatiga ega bo'ladi. Bunda endi ko'radigan bo'lsak, oz o'rganib dono bo'lur shaklda yoki bo'lmasa birovning ko'nglini ko'tarish qiyin, ko'nglini cho'ktirish esa oson. Ko'tarish nima qiyindir, nima ko'tarish shaklida bevosita bu yerda birovning ko'nglini ko'tarish shaklidagi frazeologik birikma sifatida ko'rsatib berayotganini ko'rishimiz mumkin. Mana bu yerda asosan o'sha ega gap kesimini shakllantiruvchi birikativ belgisi kesimlik kategoriyasidagi mujassamlashgan shaxs son ma'nosini mujassamlashtiruvchi gap kengaytiruvchisi ham hisoblanadi shaklda. Xo'p, bevosita ega kesimlik shakliga bog'lanayotganligi tufayli hol kesim bilan birgalikda gapning konstruktiv bo'laklari qatoriga kirishini